Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh azza va jalladan ajrni, savobni umid qilib qiladigan hamma ishlarimizni ibodat deb bilamiz. Va bu ibodat qabul bo'lishi uchun ixlos juda ham zarur. Agar Allohning huzurida, mezonda, tarozumizda dunyoda qilgan, jannatga kirishni istab qilgan amallarimizni topishni istasak, ixlosni lozim tutishimiz juda ham zarur. Ixlosning ma'nosida ulamolar aytishadiki, tasfiyatul qalbi min iradati g'ayrillah. Qalbni Allohdan boshqa narsani xohlashdan poklashlik. Boshqani sherik qilmaslik. Demak, savob olish niyatida qilayotgan ishlarimizda zarracha ham insonga bog'lanib qolishlik bo'lmasligi kerak ekan. Bunga misol Alloh taolo Inson surasida yaxshi insonlarning sifatlarini zikr qiladi. Shulardan aytadiki: "Va yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan va yatiman va asira." Ular taomlarni o'zlari xohlab tursalar ham o'sha ovqatga, o'sha pulga ehtiyojlari bo'lsa ham o'zlari yemasdan miskinlarga, yetimlar va asirga tushganlarga berib ularni taomlantirarlar deydi. Keyin ular aytishadiki: "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an va la shukura." Biz sizlarni yolg'iz Allohning yuzi uchun, ya'ni Alloh uchun taomlantiramiz. Bu ishimiz uchun sizlardan mukofot yoki minnatdorchilik kutmaymiz deyshadi. Ya'ni olib qo'ying shuni, duo qilib qo'yarsiz ham deyishmas ekan. Hech kimdan rahmat, minnatdorchilik kutishmaydi.